Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Golubika ko'chatchalarimiz. Xo'sh, ko'chatchalarimiz hozir chentlar. Xo'sh, bu in vitro laboratoriyadan ko'paytirilgan. Mana shunday holatda. Havo o'zi bizning Buxoro viloyatidan 40 gradus nomani ichi 4-avgust bugun 2026-yil mana holatchalari. Nofarmoncha yo'q, o'sishlari zo'r mana ko'chalari. Shu holat zo'r. Mana. Agar bu xom bo'lsa, men urganpa uchib ketaman. Bunaqa udar bilan hech mana golovka shunday turibdi hali. Mana holatchalar. Ko'chatchalarga garantiya mana. Belet bilan kislotor qo'shilgan. Mana qayrisi sinadi mana. Xom sinadi. Havo issiq. Pomidorlarimiz ko'karib turibdi bugun. 4-avgust bugun 2026-yil. Mana shu holatda kasetaga turibdi. Issiqqa keltirib qo'yganmiz beri, chunki sinash uchun ko'chatlar sotiladi. Optum sena 50 ming. 10 dona olganga gorodni o'ziga, qaysi shaharni o'ziga berishdan qat'iy nazar yetkazib berish bepul. 10 dona. 10 donadan kam sotilmaydi ko'chat. Sorti chentlar. Katta bo'ladi. Hosili hech qanaqa muammosi yo'q. Havoni issig'iga, jag issiq. Mana bergan qo'yganmiz sinovga hozir. Xo'sh. Bu oftobga yaqinroq joy. Prямо mana yerdan oftob tushib turadi. Mana shunga. Mana holatchalar. U yoq bu yoqdagilar Buxoroning issig'iga chidab beribdi. Iminish Buxoroni issig'i olib buni laboratoriyadan olib kelib sinayapmiz. Bugun 15-kun. 15 kunga qurib qoladi. 1-2 marta suv ham bermay qolganmiz, esimizdan chiqib ketgan. Lekin holatlari yaxshi. Pomidor ko'karib o'tiribdi.